Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari. Hop, 500 kvadratli, 250 kvadratli kotyollarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal holatda. Ko'rishingiz mumkin. Miniklari 50 kilovatga, retortli garajga. Bunga ham 50 kilovatli garajga qo'yilgan. Juda chiroyli bo'lib chiqqan. Shinaklari ko'rish mumkin. Ideal holatda. Kimga shunaqa kotyollar, garajkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsa, sifatli qilib, garantiyali qilib bitirib beramiz ishlaydi. Hozir sizlarga garajkamizni ko'rsatib beramiz. Bizda yangilik bor inshaalloh. Oxirigacha ko'rsalar yangilikda aytib o'taman. Hop. Garajkamiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal, chiroyli bo'lib chiqqan. Bu 25 kilovatli garajkamiz, bu 50 kilovatli, 15 kilovatli, bunimiz 40 kilovatli. Bu oddiy garajkalar, bulardan ham tayyorlab beramiz. Katyol chakalar chiqsa, optim narxlarda chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Bizda yangilik, o'zim ham xursand bo'layotgan, maza qilib xalq uchun yaxshi, sifatli mahsulot yetkazib berayotganidan xursand bo'lib sizlarga ulashyapman. Hop, bunimiz shundan meni ichim chiqmasdi. Ham 6 mmlik shinik bo'ladi, 5 chok bo'ladi. Umuman choki bo'lmaydi, ko'rishingiz mumkin. Umuman chok yo'q. Zavodskoy bilan birga bir. Bundan oldingilar 4 mmlik listdan qilardik. Hozir buni o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Mumkin 6 mmlik listdan bo'lgan. Sifati zo'r, inshaalloh zavodskoydan kam emas. Sifatli. Hop, chuguniga 1 yil garantiyasini beramiz. Mabodo issiqda yorilib ketib qoladigan bo'lsa, sinib ketib qoladigan bo'lsa, almashtirib beramiz. Shunday. 1 yil garantiya, 1 yil ichida almashtirib beramiz. Bular oddiy garajka, retortli garajka. Kimga shunaqa sifatli garajkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Shunimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketsalang, xursand bo'lib qolamiz. Bizga motivatsiya bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga a'zo bo'lib qo'ysalang, bundan-da yaxshi videolarni qo'yib borishda davom etamiz. Rahmat.